Nega ba'zi bir ayollar tuqqandan keyin semiradi yoki ozib ketadi? Shu haqida bilmoqchi bo'lsangiz, shu videoni oxirigacha ko'ring. Ba'zi bir ayollar tug'ruqdan keyin gormonal muvozanat buzilishini oqibatida, ya'ni estrogen va progesteron gormonining pasayishi oqibatida metabolizm sekinlashadi va buning oqibatida semirishi mumkin. Ikkinchidan, juda qattiq stresslar bo'lsa, asabiylashishlar bo'lsa, tug'ruqdan keyin buning oqibatida kortizol, ya'ni stress gormoni oshadi va ayol ishtahasi ochilib, undan keyin semirishi mumkin. Uchinchi sabablardan keyin bu uyqu yetishmovchiligidir. Ya'ni uyqu yetishmovchiligi oqibatida kechasi ishlab chiqarilgan grelin hamda leptin gormoni oshishi oqibatida ishtaha ochilib, semirishi boshlashadi. Va tabiiyki, agar sizda tug'ruqdan keyin jismoniy harakatlar kam bo'lsa, ya'ni harakatsizlik bo'lsa, siz semirishingiz mumkin. Lekin ba'zi bir ayollarda harakat o'ta maksimal bo'ladi. Farzandini yaxshi emizib, yaxshi parvarish qiladi. Yogida shunchaki vaqtida ovqatlanmasligi oqibatida tezgina ozib ketadi. Sizchi, siz tug'ruqdan keyin ozganmisiz yoki semirganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring va shu videoni tug'ruqdan keyingi ayollarga yuborib qo'yishni unutmang.